Islomiy voizlar shunday deydi: payg'ambar Iso hech qachon o'zini Xudoning o'g'li deb aytmagan. Lekin ular hech qachon bunday demaydi. O'zingiz o'qib ko'ring, chunki odamlar o'qisa aldov fosh bo'ladi. Shunday ekan, keling o'qiymiz. Yuhanna 3:16-18. Chunki Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Zero Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'z o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Ishonmagan odam esa allaqachon hukm qilingan, chunki Xudoning yagona o'g'liga iymon keltirmadi. Yuhanna 5:17-18. Iso esa ularga: otam hanuzgacha shunday ishlarni qilmoqda va men ham buni qilmoqdaman, deb javob berdi. Shunda yahudiylar uni o'ldirishga yanada ko'proq harakat qildilar, chunki u nafaqat shabbatga rioya qilmas edi, balki o'zini Xudo bilan teng qilib, Xudoni otam deb atar edi. Yuhanna 10:30-36. Men va otam birmiz. Unda men Xudoning o'g'liman deb ataganim uchun sizlar menga ota muqaddaslab dunyoga yuborgan shaxsga kufr qilyapsan deysizlarmi? Yuhanna 11:27. Marta unga: ha hazratim, men ishonaman, sen dunyoga kelishi kerak bo'lgan Masih Xudoning o'g'lisan, dedi. Mark 14:61-62. Ammo u jim turib hech qanday javob bermadi. Oliy ruhoniy esa undan yana so'rab, unga: muborak Xudoning o'g'li Masih senmisan, dedi. Iso: menman, dedi. Sizlar qudratning o'ng qo'lida o'tirgan va samoviy bulutlarda kelayotgan inson o'g'lini ko'rasizlar. Shundan keyin o'lim hukmi chiqarildi. Xulosa: Iso boshqalar uni Xudoning o'g'li deb atashiga shunchaki yo'l qo'ymadi. U buni o'zi aytdi, ochiqchasiga, hammaga, va shu haqiqat uchun jon berdi. Endi savol: Isom nima deydi emas. Savol shunday: sen Iso haqida qanday o'ylaysan?